To'xtang. Ham shaharga yaqin, ham katta oilani bemalol o'ziga sig'diradigan shinam hovlini bir ko'ring, olmayman deganingizda ham olasiz. Narxi qancha deb o'ylaysiz? Taxminingizni kommentariyaga yozib turing. To'g'ri topdingizmi, yo'qmi, videoni oxirida bilib olasiz. Hovli 7 sotix joyni egallagan, 8 xonadan iborat. Katta oilalar uchun ayni muddao. Bino pishig'ishdan qurilgan, mustahkam asos ustiga plita bosilgan. Xohlasangiz yana ikkinchi etaj ko'tarib olsangiz bo'ladi. Hozirgi holatda kirib yashashga tayyor holda. Kommunikatsiyadan umuman muammosi yo'q. Gaz, svet, suv hammasi bor. Kanalizatsiya davlat tomonidan kelgan. Tashvishi yo'q. Umumiy sanuzel ikkita. Jihozlarni olib ketamiz deyishdi. U yog'ini o'zingiz bemalol to'ldirib olaverasiz. Hovli keng, agorodi bor. Ko'cha tomon darvozaning tagida ham yana joyi mavjud. Ekin ekib hosil olsangiz bo'ladi. 10 ta mol qo'ylar uchun joylari ham bor. Tepasiga somon bosgani joyi ham mavjud. Videoni boshida aytganimdek, eng muhim joyi, ya'ni narxiga $100,000 ga baholashyapti. Yana kelishamiz deyishdi. Opisaniyada egalarning raqamlari turibdi. Bemalol bog'lanib, o'zingiz kelishingiz mumkin. Manzili Farg'ona shahri, 5 bola, Belova ko'chasi 34. Bundan tashqari yana 8 sotixli 9 xonali hovlimiz ham bor. Kirib yashashga tayyor. Uni ham sotamiz. Narxini alohida kelishsak bo'ladi deyishdi egalari. Ana, akam, opam, ko'rdingiz, ma'qul keldimi? Bilaman, ma'qul kelgan. Endi shundoqqina kimga shunaqa joyni ilinsangiz, barchalariga ulashib jo'natib qo'ying. Kim bilsin, balki shunaqa shinam xonadon begona bo'lib ketmas.